Dushman kelin 121 qism ehtimol juda kichik, ammo o'ylagan sari odamning yuragini muzlatadigan bir qo'rquv bilan boshlanadi. Agar bir ayol endi hech narsani ko'ra olmasa, u o'zining hali ham sevilayotganini kimga tayanib biladi? Robiya uchun eng qo'rqinchlisi faqat ko'zlarining hali tuzalmagani emas. Undan ham og'irrog'i yonidagi odamning o'zgarib borayotganini sezish. Lekin buni o'z ko'zi bilan ko'rib, aniq ishonch hosil qila olmaslik, menimcha, bu qism hissiyot tomondan ancha og'ir bo'ladi. Robiya baqirmaydi, janjal ko'tarmaydi, lekin har bir mayda narsaga e'tibor bera boshlaydi. Bir mahal dori berilmay qolishi. Shoshilib berilgan javob. Gulbahorning o'zini olib qochayotgandek tuyulgan qadamlari. Boshqalar uchun bular arzimasdek ko'rinishi mumkin, ammo kasal bo'lib, boshqalarga suyanib qolgan odam uchun bu juda alamli belgiga o'xshaydi. Gulbahor esa men uchun eng oldindan aytib bo'lmaydigan odam bo'lib turibdi. U boshidan yomon ayol emas, hech bo'lmasa hozircha men shunday his qilyapman. U Robiyaga achinadi, Komil haqida bunday o'ylash noto'g'ri ekanini ham biladi. Lekin odam ba'zan aynan eng zaif joyidan sinadi. Uzoq yolg'izlik, ko'p yillik armon, keyin kimdir bu sizning oxirgi imkoniyatingiz desa. Yurak asta-sekin chayqala boshlaydi. Hammasini uzoqqa olib ketayotgan odam esa Qirxon. U bevosita hech narsa qilishi shart emas. Bir-ikki ogiz gap, bir nechta ishora Robiya endi og'ir yuk bo'lib qoldi. Komilning ham yonida ayol kerak degan gaplarni takrorlasa bas. Shuning o'zi yetadi. Qirxonning xavfi shunda, u noto'g'ri fikrni go'yoki mantiqli narsadek ko'rsatib beradi. Yangi qismda, menimcha, Robiya Gulbahordan ochiqchasiga shubhalanayotganini aytmaydi. U faqat sekin so'rashi mumkin, dorim qani? Yoki bugun ertalab ichganmidim? Ammo bu savolning ichida katta xavotir bor. Qanchalik sokin aytilsa, shunchalik achinarli eshitiladi. Chunki Robiya faqat dori haqida so'ramayapti, u o'ziga qarayotgan odam hali ham samimiymi, yo'qmi, shuni bilmoqchi. Umida esa bu yerda birinchi bo'lib jim turmaydigan odamga aylanishi mumkin. Onasining dorisi vaqtida berilmaganini ko'rgach, u albatta sezadi. Onasini yaxshi ko'radigan qiz juda tez anglaydi, bu uyda nimadir joyida emas. Agar Umida Gulbahorni kuzata boshlasa, voqea ancha taranglashadi. Chunki endi sir qorong'ilik ichida qolmaydi. Men ayniqsa Gulbahorning Umida ko'ziga tik qaragan paytdagi holatini kutyapman. Ba'zan odam tanbehdan emas, o'zidan yoshroq odamning hafsalasi pir bo'lgan nigohidan qo'rqadi. Agar Umida, siz rostdan ham onamga qarayapsizmi? deb so'rasa, bu savol har qanday ayblovdan ham og'irroq uradi. Komil esa juda noqulay joyda turibdi. U dorilar haqida hammasini bilmasligi mumkin. Qirxon Gulbahorga nimalar deganini ham eshitmagan bo'lishi mumkin. Lekin uy ichidagi havo o'zgarganini sezmasligi qiyin. Xotini zaif, qizi xavotirda, Gulbahor dovdiragan, tashqarida esa yomon gap-so'zlar boshlanishi mumkin. Nomus va obro' masalasi aralashsa, Komil endi o'rtada turib jim qololmaydi. Menimcha, Robiyaning eng og'riqli joyi Gulbahordan shubhalanayotgani emas. Eng og'ir joyi u o'zini ayblashi mumkin. Balki men kasal bo'lganim uchun hamma charchagandir. Balki men avvalgidek bo'lmaganim uchun Komilga boshqa ayol kerakdir, deb o'ylashi mumkin. Mana shunday o'zini ichidan ezish juda hayotiy. Va tomoshabinni ham bo'gib qo'yadi. Bu orada Qirxon yana olovga yog' quyishi mumkin. U ochiqchasiga Robiyaga zarar yetkaz demaydi. Lekin ko'nglingiz bo'sh bo'lsa, bir umr yutqazasiz deganga o'xshash gaplarni aytadi. Bunday gaplar bir qarashda mehrdek tuyuladi, ammo aslida Gulbahorni xato tomonga yana bir qadam suradi.
Gulbahor dorini yana bir marta kechiktirsa, bu endi oddiy unutish bo'lmaydi. Ehtimol, yangi qismda juda tarang bir sahna bo'lishi mumkin. Robiya xonada yotadi. Qirxon bilan Gulbahorning gaplarini chala-chulpa eshitib qoladi. U ularning yuzini ko'rmaydi, ko'zidagi ifodani sezmaydi, lekin komil, imkoniyat, og'ir yuk kabi bir necha so'zni eshitishning o'zi yetadi. Ko'zi ojiz odam haqiqatni qulog'i bilan eshitsa, bu og'riq yanada o'tkir bo'ladi. Agar ssenariy yanada kuchliroq burilsa, Umida Qirxonning Gulbahorni gijgijlayotganini ko'rib qolishi mumkin. O'sha paytda u endi muloyim gapirmaydi. U onasini himoya qiladi, Robiya hech kim almashtirib qo'yadigan singan buyum emasligini aytadi. Bu juda kutishga arziydigan to'qnashuv bo'ladi. Chunki Umida endi oddiy xavotirli qiz emas, onasining sha'nini himoya qiladigan insonga aylanadi. Ammo hammasi shunchalik oddiy ham bo'lmasligi mumkin. Gulbahor yiglab yuborishi Robiyaga hech qachon zarar yetkazmoqchi bo'lmaganini aytishi mumkin. Va menimcha, u bu gapning bir qismini rost aytadi. Uning xatosi katta harakatdan emas, oz vaqtida to'xtatilmagan kichik bir fikrdan boshlangan. Ba'zan xiyonat aniq qaror bilan kelmaydi. Odam shunchaki boshqalarning gapiga yuragini asta-sekin topshirib qo'yadi. Eng katta savol baribir Komil kimning yonida turishida. Agar u Robiyani himoya qilsa, u barcha mishmishlarga ham, Gulbahorning uyda qolishidagi nozik holatga ham aniq javob berishi kerak. Agar u chetga chiqib tursa, Robiya yanada ko'proq eziladi. Umida esa otasiga bo'lgan ishonchini yo'qotishi mumkin. Ba'zan oila begona odam sabab emas, o'z odami vaqtida gapirmagani uchun yemiriladi. Menimcha, keyingi voqealar uch xil yo'lga ketishi mumkin. Birinchisi, Gulbahor o'ziga keladi va Qirxon uni chalgitganini, ammo yomon odamga aylanishni istamasligini tan oladi. Ikkinchisi, Qirxon hammasini Umidaning o'ziga ag'daradi. Uni yosh, shubhali, kattalarning dardini tushunmaydigan qiz qilib ko'rsatadi. Uchinchisi esa, Robiya eshitmasligi kerak bo'lgan gapni eshitib qoladi va shundan keyin bu uy endi unga xavfsiz joydek tuyulmaydi. Xo'sh, Gulbahorda hali qaytishga yetadigan vijdon bormi? Komil Robiyani mishmishlar va uy ichidagi yashirin niyatlardan himoya qila oladimi? Umida esa tinchlikni saqlash uchun jim turadimi yoki onasini qutqarish uchun hammasini portlatib yuboradimi? Menimcha, bu qism juda og'riqli bo'ladi. Chunki ba'zan odamni eng ko'p yaralaydigan kishi dushman emas, balki men sizga qarayman deb yonida qolgan odam bo'ladi. Ammo avvalgi qismda og'riq hali Robiyaning xonasida, unutib qo'yilgan dorida va Gulbahorning nigohini olib qochishida qolgan bo'lsa, bu safar voqea endi uy ichida to'xtab qolmaydi. U sekin-sekin ko'chaga chiqadi, darvoza oldidagi gap-so'zlarga aralashadi, mahallaning quloqiga yetadi. U yerda esa ba'zan birgina pichirlash ham ochiq ayblovdan ko'ra keskinroq bo'ladi. Menimcha, aynan shu bosim Komilni haqiqiy burchakka qisib qo'yadi. Komil uyga boshqa bir ayolni olib kelibdi, degan gap juda tez tarqalishi mumkin. Avvaliga bu faqat mayda gap bo'ladi, kimdir kimdandir eshitadi, yana kimdir unga o'z taxminini qo'shadi. Lekin oilaning sha'ni qo'shnilar nigohi bilan o'lchanadigan joyda bunday noaniq gapning o'zi ham og'ir yuk bo'lib qoladi. Gulbahor o'zini faqat kasal ayolga qarayapman deb o'ylashi mumkin, ammo tashqaridagilar bu voqeani bunday sodda ko'rmaydi. Eng qizigi, Qirxon mishmishdan qo'rqmaydi. Aksincha, u aynan shu gap-so'zlardan foydalanib, hammani o'zi xohlagan tomonga itaradi. Boshqalar uchun el og'zidagi gap balo bo'lsa, Qirxon uchun bu bahona. U juda xotirjam ohangda, agar odamlar baribir gapirayotgan bo'lsa, unda hammasini to'g'ri qilib qo'yish kerak. Komil bilan Gulbahorga nikoh o'qitish kerak, shunda nomus saqlanadi, deb aytishi mumkin.
Bir qarashda bu yechimdek eshitiladi, lekin aslida bu maslahat ko'rinishidagi pichoq. Men bu joyni juda makkorona deb ko'raman. Qirxon Robiya zaif ekanini isbotlashi shart emas, u faqat boshqalarga Robiya endi avvalgidek o'rinda emasligini sezdira olsa bas. Bir tomonda ko'zi ojiz, kasal xotin. Ikkinchi tomonda har kuni shu uyda yurgan boshqa ayol. Ortada esa er. Bu uchta bolak yonma-yon qo'yilsa, elning og'zi qolganini o'zi toqib beradi. Qirxon buni juda yaxshi biladi. Agar nikoh masalasi haqiqatan ham keyingi voqealarda tilga olinsa, menimcha, bu Robiyaga juda og'ir zarba bo'ladi. Chunki uning ko'rmay qolishi allaqachon katta dard. Ammo erining yonida boshqa ayolni halol qilib qo'yish haqida gap ketayotganini eshitish bu undan ham battarroq. Robiya hech kimning yuzini ko'rishi shart emas. Komilning ismi Gulbahorning ismi bilan birga aytilsa, yuragi chilparchin bo'lishi uchun shuning o'zi yetadi. Bu yerda biroz noqulay, og'ir bir fojia bor. Hech kim Robiyaga ochiqdan-ochiq zarar yetkazmayapti. Hammasi go'yoki shan uchun, gap so'z bo'lmasin deb uyatning oldini olish uchun qilinayotgandek. Ammo bu gaplarning tagida juda sovuq haqiqat yotadi. Eng zaif odam o'zining nikohi haqida bo'layotgan suhbatdan chetga surilyapti. Robiya o'sha uyda yashayotgan bo'lishi mumkin, lekin boshqalar uning o'rnini hisob-kitob qila boshlagan bo'lsa, bu uy endi unga boshpana bo'lib qoladimi? Gulbahor esa endi avvalgidan ham og'irroq tanlov qarshisida qoladi. Oldin u o'ziga, men hali yomon ish qilmadim, deb aytishi mumkin edi. Ammo nikoh haqida gap ochilsa, hamma narsa xiralikdan chiqib aniq ko'rinadi. Bir tomonda vijdon, Robiya, oldingi opa-singillik, ishonch bor. Ikkinchi tomonda esa boshpana, nom, oila, Komil bilan yonma-yon bo'lish ehtimoli bor. Odam axloq bilan shaxsiy orzu orasiga siqilganda, uning asl yuzi ko'rinadi. Men Gulbahor darrov rozi bo'ladi, deb o'ylamayman. U qo'rqib ketishi, qarshi chiqishi, bu uyga bunaqa niyat bilan kelmaganini aytishi mumkin. Lekin qo'rqinchli tomoni shundaki, uning bu qarshiligi hali ham mustahkammi? Chunki Qirxon har safar yosh, yolg'izlik, oxirgi imkoniyat haqida gapirganda, Gulbahor o'zining yaxshi tomonidan yana bir qadam uzoqlashadi. U yomon odam bo'lishni xohlamaydi, faqat o'zini ham baxtga haqli deb ishontirishmoqda. Komil esa, menimcha, aynan shu yerda endi chetga chiqib turolmaydi. Agar mish-mish uning quloqiga yetsa, agar nikoh masalasi uning oldida ochilsa, birinchi javobi gazab bo'lishi mumkin. Lekin o'sha gazab juda ko'p narsani aytib beradi. U Robiya haqoratlangani uchun jahli chiqadimi? Gulbahorning nomi chiqayotgani uchunmi? Yoki o'zi jim saqlamoqchi bo'lgan nozik holat boshqalar tomonidan yorug'likka tortilgani uchunmi? Komilning bitta nigohi ham tomoshabinga uning nimadan qo'rqayotganini bildirib qo'yishi mumkin. Men eng ko'p ko'rishni istaydigan narsa Komilning bir marta aniq turishi. Aylanib o'tmay, gapni kattalashtirmanglar demay. U Robiya mening xotinim, hech kim uning kasalligidan foydalanib boshqa ayolga yo'l ochishga haqli emas, deb aytishi kerak. Agar u shuni qila olsa, Robiya ko'rmasa ham o'zining hali himoya qilinayotganini his qiladi. Ammo agar u jim qolsa, o'sha sukut har qanday xiyonat so'zdan ham og'riqliroq bo'ladi. Bu yerda mahalla shunchaki manzara emas. U ko'rinmas bir obrazga o'xshaydi. Yuzini ko'rsatmaydi, ammo har bir odamga bosim qiladi. Qirxon mahallani Gulbahorni siqish uchun ishlatadi. Gulbahor esa mishmishlarni o'z istagiga bahona qilishni boshlashi mumkin. Komil mahalla sabab bir qarorga kelishga majbur bo'ladi. Robiya esa eng ko'p tinchlikka muhtoj bo'lgan ayol, aynan eshik ortidagi gaplardan eng chuqur yaralanadi. Juda ta'sirli bir sahna bo'lishi mumkin.
Robiya tasodifan Qirxonning agar gap so'z chiqib bo'lgan bo'lsa, nikoh oqiti sha'nni saqlash yoli degan gapini eshitib qoladi. U bir zum qotib qolishi mumkin yoki hech narsa eshitmagandek jim yotaveradi. Lekin o'sha lahzada uy ichidagi barcha tovushlar uning qulog'ida o'zgaradi. Gulbahorning qadamlari endi mehribon parvarish qiluvchining qadami emas. Hovlidagi Komilning ovozi ham endi erining qaytishi kabi tuyulmaydi. Hamma narsa birdan begonalashadi. Shundan keyin Robiya darrov yiglamasligi ham mumkin. Juda qattiq og'rigan odam ba'zan yiglay olmaydi. U faqat sukut saqlaydi, keyin Gulbahordan juda sekin so'raydi: "Menga aytadigan gapingiz yo'qmi?" Ana shu muloyim savol qo'rqinchliroq. Chunki bu endi oddiy shubha emas, bu Gulbahor uchun hamma narsa parchalanmasdan oldingi oxirgi eshik bo'lishi mumkin. Agar Gulbahorda hali hushyorlik qolgan bo'lsa, u shu joyda to'xtashi kerak. U Qirxonning qo'lida vositaga aylanayotganini anglab yetishi mumkin. Ammo u yana jim qolsa, o'sha sukutning o'zi tanlovga aylanadi. Xiyonat har doim ochiq rozilik bilan qilinmaydi. Ba'zan odam faqat inkor etmaydi, himoya qilish kerak bo'lgan odamni himoya qilmaydi va shu yetarli bo'ladi. Eng tarang lahza. Ehtimol, Komil Qirxon bu gaplarning ortida turganini bilganda keladi. Erkak odam mishmishga chidashi mumkin, lekin kimdir xotinning sha'nini hisob-kitobga aylantirganiga chidashi qiyin. Agar Komil gazablansa, Qirxon darrov hammasini boshqa tomonga buradi. U o'zini faqat oilaning nomusini saqlamoqchi bo'lgan, Gulbahorni yomon gapdan asramoqchi bo'lgan, hammasini tartibga solmoqchi bo'lgan odam qilib ko'rsatadi. Qirxonga o'xshaganlar fitnani ham fidoyilikdek ko'rsatishni yaxshi biladi, lekin u nima desa ham, yoriq allaqachon paydo bo'lgan bo'ladi. Robiya endi Gulbahorning ovozini avvalgidek ishonch bilan eshitmaydi. Gulbahor bu uyda avvalgidek pok niyat bilan yura olmaydi. Komil endi o'rtada turgan odam bo'lib qololmaydi. Mahalla esa tashqaridagi pichir-pichir bilan bu kichkina uyni sudyasi yo'q, ammo hamma o'zini hukm chiqarishga haqli deb biladigan bir mahkamaga aylantiraveradi. Bu qismdan qoladigan ta'm boshqacharoq. Ba'zan oila juda katta haqiqat tufayli emas. Odamlar elning gapini uy ichidagi eng zaif yurakka aynan vaqtida olib kirgani uchun dars ketadi. Robiya hali yorug'likni ko'rmayapti, ammo qorong'ilik o'ziga yaqinlashayotganini juda aniq eshitayotgandek. Gulbahor esa agar o'zi bir qadam ortga chekinmasa, Qirxonning yana bitta gapi kifoya, u endi achinishga arziydigan ayol emas. Tomoshabinni cho'chitadigan odamga aylanib qoladi. Zarina bilan Nodir orasidagi nozik tushunmovchiliklar hali to'liq bosilmay turib, voqea boshqa tomonda yanada og'irroq tus ola boshlaydi. Bu safar gap rashk haqida emas, mishmish haqida ham emas. Bu safar masala odamning o'z vijdoni bilan yuzma-yuz qolishida. Chunki Sevaraning yuragida bir savol tobora kattalashib bormoqda. Sevgi uchun kurashish mumkin, ammo boshqa birovning hali tugamagan hayoti ichiga kirib borish mumkinmi? Sevaraning Hoshimjonga bo'lgan tuyg'ulari samimiy ko'rinadi. U uning yonida o'zini qadrlangan, tushunilgan his qiladi. Lekin muhabbatning o'zi hamma narsani oqlab yubormaydi. Hoshimjon hali rasman Marjona bilan bog'langan ekan, Sevaraning qalbida bir noqulaylik yashashda davom etadi. U sevadi, lekin ich-ichidan o'ziga ham savol beradi: men noto'g'ri joyda turib qolmayapmanmi? Menimcha, Sevaraning eng katta qo'rquvi yolg'izlik emas. U kutishdan ham qo'rqmaydi. Uni qiynayotgan narsa bir kun kelib o'zini boshqa bir ayolning o'rnini egallagan odam sifatida ko'rib qolish ehtimoli. Ba'zi ayollar uchun muhabbatning o'zi yetmaydi. Ular o'z sevgisiga qaraganida uyalib qolmaslikni ham xohlaydi. Sevara aynan shunday insonlardan, Hoshimjon esa uni yo'qotishni istamaydi.
Shuning uchun ham qayta-qayta hammasini hal qilishini aytadi. Marjona bilan masalani tugatishini, uy muammosini hal qilishini, keyin esa hammasi o'z joyiga tushishini va'da qiladi. Ammo va'dalar ham vaqt o'tishi bilan og'irlashadi. Bir marta aytilgan gap umid beradi. Ikkinchi marta aytilsa taskin bo'ladi. Uchinchi marta takrorlansa odam ichida shubha uyg'ona boshlaydi. Bu yerda men Hoshimjonning muammosi sevgida emas, mas'uliyatda deb o'ylayman. U yangi hayot boshlamoqchi, lekin eski hayotning eshiklarini hali yopmagan. Marjona bilan muhabbat tugagan bo'lishi mumkin, ammo hurmat tugamasligi kerak. Agar u Marjonani shunchaki ortda qolgan to'siq sifatida ko'ra boshlasa, o'zi ham sezmagan holda adashadi. Shu sababli ikki xonali uy masalasi tobora kattalashib ketadi. Bu endi oddiy mulk bo'lishdan chiqadi. Bu yerda yillar, xotiralar, alam va gurur aralashib ketgan. Marjona uchun uy faqat tom emas. U o'zini qadrsiz his qilmaslik uchun kurashayotgan bo'lishi ham mumkin. Ajrashayotgan ayolning qo'lida hech narsa qolmasligi ko'pincha moliyaviy emas. Ruhiy mag'lubiyatdek tuyuladi. Hoshimjonning onasi esa hammasini tezroq tugatishni xohlaydi. Uning niyati yomon emas. U o'g'lining baxtli bo'lishini istaydi. Ammo ba'zan yaxshi niyat noto'g'ri yo'l bilan amalga oshiriladi. Marjonaning otasini uy masalasiga aralashtirish ehtimol aynan shunday xato qadam bo'lishi mumkin. Chunki endi bu faqat er-xotin o'rtasidagi gap bo'lib qolmaydi. Men shu joydan keyin vaziyat keskinlashishini kutyapman. Marjona hozircha jim turgandek ko'rinishi mumkin. Ammo odam jim bo'lsa, bu uning taslim bo'lganini anglatmaydi. Ba'zan eng xavfli qarorlar aynan sukut ichida pishadi. Agar u o'ziga bosim qilinayotganini his qilsa, u birdaniga butunlay boshqa odamga aylanishi mumkin. Shunda Marjonaning talablari ham o'zgaradi. Gap faqat uyda qolmaydi. U qo'shimcha shartlar qo'yishi, hujjatlarni cho'zishi yoki ajrashuv jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Chunki ayrim paytlarda odamning qo'lida qolgan yagona kuch vaqtni ushlab turish bo'ladi. Agar Marjona kutishga majbur bo'lgan bo'lsa, nega boshqalar ham kutmasligi kerak? Bu holatda eng og'ir zarba yana Sevaraga tegadi. U janjal markazida emas, lekin hamma qarorning og'irligi uning yuragiga tushadi. Har safar Hoshimjon yana biroz sabr qil desa, uning ichida yangi savol tugiladi. Bu biroz qancha davom etadi? Bir hafta, bir oy yoki yana noma'lum muddatgacha? Menimcha bir joyda Sevara charchay boshlaydi. Baland ovoz bilan emas, ko'z yosh bilan ham emas. Shunchaki ichida. Ba'zan ayolning ketishga tayyorlanishi janjal bilan boshlanmaydi. U avval sukut qiladi, keyin kamroq gapiradi, keyin esa yuragini asta-sekin uzoqlashtira boshlaydi. Shu holat menga eng xavflisidek tuyuladi. Agar Sevara bir kun Hoshimjonga, men sizni sevaman, lekin men hech kimning o'rnini bosishni istamayman desa, bu juda og'ir lahza bo'ladi. Chunki bunday gap ayblov emas. Bu odamning o'zini himoya qilish uchun aytadigan so'nggi samimiy gapidir. Hoshimjon o'sha paytda tanlovsiz qoladi. Endi u faqat his-tuyg'ular bilan yashay olmaydi. U Marjona bilan yuzma-yuz gaplashishi, onasining aralashuviga chegara qo'yishi va muammodan qochishni to'xtatishi kerak bo'ladi. Aks holda u ikki ayolni ham yo'qotishi mumkin. Biri allaqachon undan uzoqlashgan, ikkinchisi esa uzoqlashishni o'ylay boshlaydi. Men Marjonaga ham bir tomonlama qaray olmayapman. Chunki uning og'rigi ham tushunarli. Ehtimol u ham bu nikohni davom ettirishni istamaydi. Lekin boshqa birov yangi baxt qurayotgan paytda o'zing hali eski hayotdan chiqib ulgurmagan bo'lsang, bu juda alamli ko'rinadi.
Odam ba'zan sevgisi uchun emas, hurmati uchun kurashadi. Ehtimol, eng keskin sahna bir stol atrofida bo'lar. Hoshimjon, Marjona, Hoshimjonning onasi va Marjonaning otasi. Har kim boshqa maqsad bilan o'tiradi. Kimdir muammoni yopmoqchi, kimdir adolat qidirmoqchi, yana kimdir farzandini himoya qilmoqchi. Ammo bunday suhbatlarda ko'pincha hech kim to'liq g'olib chiqmaydi. Agar Marjona ajrashuvni cho'zishga qaror qilsa, voqealar birdaniga boshqa tomonga buriladi. Hoshimjon o'z va'dalarining asiriga aylanadi. Sevara esa kutish va ketish orasida qoladi. Hoshimjonning onasi yanada asabiylashadi. Marjonaning otasi esa qizining sha'ni uchun yanada qat'iyroq turadi. Bu hikoyada meni eng ko'p o'ylantiradigan narsa shuki, bu yerda hech kim mutlaqo haq emas. Sevara toza muhabbat istaydi. Hoshimjon sevgan insoni bilan yashashni xohlaydi. Marjona hurmat bilan chiqib ketishni istaydi. Onalar va otalar esa farzandlarini himoya qilmoqchi. Ammo hammaning haqiqati bir joyda to'qnashganda o'g'riq paydo bo'ladi. Bu qismdan keyin ko'z oldimda qoladigan manzara esa juda sokin. Sevara yig'lamaydi, janjal qilmaydi. U faqat tayyorlab qo'yilgan sumkaga bir qarab qo'yadi va hali ketmagan bo'lsa ham, yuragining bir qismi allaqachon uzoqlashishni boshlagandek tuyuladi. Ba'zan muhabbatning eng xavfli nuqtasi ayriliq emas, balki odamning kutishdan asta-sekin charchab borishidir. Dushman kelin 121 qism koruvini yakunlar ekanmiz, menimcha. Tomoshabinning yuragida faqat 1-2 janjal yoki hali portlashga tayyor turgan tushunmovchiliklar qolmaydi. Eng og'ir tuyg'u shuki, har bir qahramon o'ziga xos tanlov qarshisida turibdi. Insoniyligini saqlab qoladimi yoki o'z dardini boshqalarni yaralash uchun bahonaga aylantiradimi? Robiya uchun fojia faqat ko'zlarining hali ochilmaganida emas. U o'z uyining ichida dars ketayotgan ovozlarni seza boshlayapti. Vaqtida berilmagan dori, yarim yorti aytilgan gap, eshik ortida tilga olingan bir ism, bularning hammasi tomoshabinni bir savolga olib keladi. Eng zaif ahvoldagi bu ayol rostdan ham himoya qilinyaptimi? Yoki uning yuragini eng ko'p og'ritayotgan narsa atrofidagilarning sukutimi? Gulbahor esa, menimcha, tomoshabinlar orasida eng ko'p bahs uyg'otadigan obraz bo'ladi. Unga achinish mumkin, chunki u yolg'iz, ko'p narsadan benasib qolgan, bir oila bagrini orzu qiladi. Lekin achinish odamga boshqaning baxti ustidan yurishga ruxsat bermaydi. Agar Qirxon uning quloqiga bu oxirgi imkoniyat degan fikrni qayta-qayta quyaversa. Asosiy savol shunday bo'ladi: Gulbahor o'z vijdonini qanchagacha ushlab qola oladi? Komil ham endi chetda uzoq turolmaydi. U hali hammasini to'liq anglamagan bo'lishi mumkin, ammo mahalladagi gap-so'zlar kengaysa, u gapirishga majbur bo'ladi. U Robiyaning sha'nini himoya qiladimi yoki vaqtincha tinchlik uchun o'zini chetga oladimi? Ba'zan oilada erkakning kechikkan qarori noto'g'ri aytilgan bir ogiz gapdan ham ko'proq og'ritadi. Chunki zaif odam faqat mehrga emas, himoyaga ham muhtoj. Boshqa tomonda Zarina va Nodir bizga hayotga juda yaqin sinovni ko'rsatadi. Bu yerda katta fitna yo'q, faqat sevgida yetishmayotgan ochiqlik bor. Zarina Malika sabab rashk qiladi, ammo bu rashkning ortida o'zini yetarlicha muhim his qilmaslik qo'rquvi yashirin. Nodir xotinini yaxshi ko'radi, lekin u hali ham jizzaki bo'lsa, har savoldan achchiqlansa, oldingi kechirimning qadri tez yo'qoladi. Muhabbat faqat kechirish bilan yashamaydi, u har kuni aniqlik, sabr va ishonch bilan ushlab turiladi. Sevara, Hoshimjon va Marjonaning hikoyasi esa boshqa bir iztirob qoldiradi. Sevara sevadi, lekin ikkinchi ayol bo'lishni istamaydi. Hoshimjon hammasini hal qilishga va'da beradi, ammo cho'zilgan va'da asta-sekin yuk bo'lib qoladi. Marjona esa muhabbatsiz qolgan bo'lsa ham,
bu nikohdan hurmat bilan chiqishga haqli. Shu sabab ikki xonali uy masalasi oddiy mulk emas, u sha'an, gurur, alam va hali tugamagan ajralishning narxiga aylanadi. Butun voqeaga qaraganimda eng aniq saboq shuki, har qanday munosabatda noaniqlikni uzoq qoldirib bo'lmaydi. Vaqtida berilmagan bitta dori ishonchni sindirishi mumkin. To'xtatilmagan mish-mish sha'nni yemiradi. Sabr bilan tushuntirilmagan bir gap sevgini ranjga aylantiradi. Ochiq yakunlanmagan ajralish esa yana bir nechta insonni o'z-o'giriga tortib ketadi. Bu qism yana shuni eslatadi: mehr va achinish chegarasiz qolsa, xatoga aylanishi mumkin. Gulbahorga achinish mumkin, ammo u baribir o'z tanlovi uchun javobgar. Sevara chin dildan sevish mumkin, lekin o'z qalbining pokligini ham asrash kerak. Nodir kechirim so'rashni biladigan bo'lishi mumkin, ammo xotinini xotirjam qilishni ham o'rganishi zarur. Komil esa agar Robiyani rostdan ham qadrlasa, buni sukut bilan emas, aniq harakat bilan ko'rsatish kerak. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Gulbahor juda kech bo'lmasdan oldin ortga qayta oladimi? Robiya hammasini ichiga yutib yuradimi yoki birinchi marta o'z-o'girigini ovoz chiqarib aytadimi? Zarina Malika sabab paydo bo'lgan ichki xavotirni yenga oladimi? Sevara esa Hoshimjonni kutishda davom etadimi yoki o'z qadrini saqlash uchun ketishni tanlaydimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Men bu qism haqidagi hislaringizni juda bilishni istardim. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, ulashishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'ruvda yana uchrashamiz. Balki o'sha qismda bugungi sukutlarning narxi nihoyat bilinadigan payt boshlanar.